asarni mashhur qiladigan bu tarjimon bo'ladi-da, tarjimon bo'ladi. Chunki tarjimonlar shunaqangi fidoyi insonlar bo'ladiki, har doim ikkinchi planda turishga ham rozi bo'ladigan odamlar. Muallif ism sharifi doim muqovada ketadi, tarjimonniki muqovani ichkisida kichkinagina harflarda yozib qo'yiladi. Lekin qanchalik katta bir yurak egasi bo'lish kerakki, mana shu asarni boshqa tilda o'qiydigan o'quvchiga yetkazib beradigan odam, mana shuni hayotini mazmuniga aylantirgan odam. Bizga bunda büyük babamız Abdullah Qodiriyning nevaralari Sherkan aka Qodiriylar, Xondavir akam Qodiriylar juda katta yordam berdilar. Nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda bunday tadqiqotlarni olib borishga biz bel bog'laganmiz. Ana undan keyin bolsheviklarni nimada taklifi bilan, taklif emas, zug'umi bilan, majburlovi bilan o'zini tiliga moslashtirdi bu Toshkent so'zini, Toshkent so'zini. Bu ham bitta fojia. Büyük babamız Abdullah Qodiriyning nevaralari Sherkan aka Qodiriylar, Xondavir akam Qodiriylar juda katta yordam berdilar. Kollektivimiz nomidan, jamoamiz nomidan ularga alohida minnatdorchilik izhor qilmoqchiman. Shu ma'noda aytmoqchimanki, Abdullah Qodiriyning asarlari bir 100 yil to'ladi. Romanning e'lon qilinganiga, O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyining tashkil qilinganiga 101 yil bo'ladi. Demak, 100 yillar mobaynida shu kitob o'qilib, o'quvchilar qalbiga bir o'ziga xos farahbaxsh umidlar bog'lab kelmoqda ekan. Bundan faqat hammamiz mamnun bo'lishimiz kerak. Shuning uchun men hozir so'zni o'sha ingliz tiliga o'girish jarayonida bosh qosh bo'lgan insonlardan biri, O'zbekiston Jahon tillari universitetining rektori, pedagogika fanlari doktori, professor Ilhomjon Yesam. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar, yoshlar, talabalar. Hammalaringni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Avvalambor bugun haqiqatda tarixiy kun desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi Abdullah Qodiriyning o'tgan kunlar romanini qaytadan yana nashrdan chiqarilishi, qaytadan dunyo ko'rishi haqiqatda yangi chaqaloqdek bugun buni kutib olib, Xudo xolasa nasib qiladigan bo'lsa, buning ustida ko'p tadqiqotlar, izlanishlar, nafaqat O'zbekistonda, balki xorijda bunday tadqiqotlarni olib borishga biz bel bog'laganmiz. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, kitobxonlar, o'zbek xalqining farzandlari. Mana bugun juda ham katta bayram, yana bitta o'zbek madaniyatini, o'zbek tarixini kunida bugun juda katta bir bayram bo'lyapti bugun. Bayram deb nishonlashimiz kerak buni. Abdullah Qodiriyning asarlari hammamiz bilamiz, yil sayin qadri oshib boryapti. Ana shu qadrlardan bugun bittasi, mana bugun yana shu qadrini nishonlayapmiz. Mana qayta nashr qilinyapti, ingliz tilida, o'zbek tilida, rus tilida nashr qilib borilyapti. Buning sababi hammamiz bilamiz, Qodiriyning qadri bu. O'zbek adabiyotini, o'zbek madaniyatini, o'zbek tarixini qadri bu. Qayta har kuni, har oy, har yili shu Qodiriyga murojaat qilib kelyapmiz. Chunki bu Qodiriylar, cho'lponlar, fitratlar, ularning ustozlari bo'lgan, o'sha 500 yillik ustozlari, Navoiylar, hammalari bularni bu qadrimiz bular. Shuning uchun buni qadriga yetaylik, qayta shu kitoblarga murojaat qilaylik, o'qiylik. Shu yerda men bir narsani o'tmoqchiman, kichkina bir gap bu. O'sha birinchi tarjimonlardan biri o'sha Mark Ris, o'tgan kunlar ingliz tili tarjima qilgan. Ko'p kelardi, gaplashib o'tirardik. Shunda bitta gap aytib qoldi u menga yigit. Men dedi, o'tgan kunlarni o'qib dedi, o'zbek tarixidan, Turkiston tarixidan juda ko'p narsani o'rgandim dedi. Juda ko'p narsadan ta'sirlandim dedi.
va haq narsalarni bildim man dedi. Ko'p narsani haqiqatni tushundim man dedi. Nimasi desam, chunki bu Turkiston tarixi, o'zbeklarning hayotidagi madaniy hayotlarda bizani hayotimizga yot narsalar begona dedi. Chunki bizani hayotimizda dedi, Amerikada, Inglizlar bunaqa hayot kechira olmaydi. Ko'p narsalarni, mohiyatlarni tushunmaydi. Bizda boshqacha tarzda yashaymiz dedi. Senga nima ta'sir qilsam, bu yerda dedi insoniyatga, butun faqat inglizlarga emas, butun insoniyatga kerak bo'lgan urf-odatlarimiz, munosabatlarimiz, qadriyati shu kitobda bor ekan dedi. Men shuni farqini bilmas ekanman. Juda ko'p narsani o'rgandim dedi. Shuning uchun dedi, men o'zbek xalqidan juda ham minnatdorman dedi. Qodiriydan minnatdorman degan o'zini e'tirozini aytib o'tgan edi. Demak, shu odam ham e'tirof qilyaptimi? Demak, o'zbek tilini, Turkiston tarixini, turkiy tillar tarixini qadri juda ham yuqori ekan deb tushundim. Yana bitta misol gap bo'ldi, haligi Germaniyaga borganda akamiz aytdilar, to'g'ri gapiringlar deb, Hamburg deb. Muzeyga ham kelishdi Gollandiyadan. Men gaplashib turdik tarjima orqali. Men Viktor Hugo degan edim. U xabar bo'libdi u kelgan odam. Tarjima aytdiki, "Seni gapingda xabar bo'lyapti" dedi. Mikrofonda gapiring, eshitmayapti. Eshitmayapsizmi? Xo'p. Keyin u odam kelgan mehmon xabar bo'lyapti sizdan. Nimaga desam, noto'g'ri aytyapti. Odam aytyapti, Viktor Hugo nomini. Hugo deng dedi. Qarang. Shunaqa bizni ko'pchilik kamchiliklarimiz bor. Yana bitta narsani eslab qoldim men shu paytda. Hozir esladim. Aslida o'zi Toshkent emas o'zi bizning tili, shaharimizning nomi. Toshkent o'zi. Toshkent. Butun Turkistondagi shaharlar kent bilan yakunlanadi. Buni ruslar kelganda Toshkent deyishga tili kelmaydi ular. Toshkent deyishdi. Ular shunga moslashdi. 17-yildan keyin 18, 19, 20-yillargacha butun matbuotda, butun tarixiy materiallarda Toshkent deb yozilgan. Toshkent deb yozilmagan. Ana undan keyin bolsheviklarni taklif emas, zug'umi bilan, majburlovi bilan o'zini tiliga moslashtirdi bu Toshkent so'zini. Bu ham bitta fojia. Chunki hozir buni e'tiroz qilishga haqqimiz ham yo'q, haqqimiz bor lekin gapirish juda qiyin bu narsani. Bu ham bitta kichkina detal bu. Bizning tilimizni o'zgarganligini. Bu ham bitta kichkinagina detal, lekin juda ham katta ahamiyati bor. O'sha nemislar e'tiroz qilganidek, biz ham hozir Toshkentga Toshkent deb talab qilishimizga haqqimiz bor bu. Bu ham kichkina narsa, lekin juda katta ahamiyati bor bu narsani. Hammalarni tabriklayman bugungi kitoblarimiz bilan. O'tgan kunlar Mehrobdan Chayon, Cho'lpon fikralarini o'qiylik, ulardan hissa olib turaylik doim. Ana shu bilan yashaylik doim. Hammalarni muzeyga taklif qilaman. Sog' bo'linglar. Bugun ajoyib bayram ekan, adabiyot bayrami, Qodiriy bayrami, o'tgan kunlar bayrami. Tarjima o'zi bir sehrli jarayon ekanda. Tarjima 5 marta, 10 martalab o'qish mumkin, lekin tarjima qilganda va 10 marta o'qiganingizda anglamagan joyi chiqib qoladi. Hayron qolasiz. O'tgan kunlar o'qimagan odam yo'q. Kichkina singilchalarimiz ham o'qishgan. 15-20 martalab o'qiyordik Xondamir. Mukofot ham bermish, 20 ta o'qimaydi. Xondamir ishi Qodiriy bo'lganda berardilar. Men ko'p so'rayman, talabalarga savol beraman deb, o'tgan kunlarda kulminatsiyasi qaysi joyda? Har kim har xil aytadi. Siz o'shami deydi, O'zbek oyim deydi, Yusufbek hoji deydi, Zaynab deydi, xullas har xil. Meni fikrimcha, Bahodir aka, Xo'ja Maoz qabristoni o'tgan kunlari kulminatsiyasi. 2,5 sahifa bor, bir shuni o'qib ko'ringlar, iltimos. Xo'ja Maoz qabristoni tasviri. Bu Qodiriy
adiblik fenomenini markazi bu. Butun o'tgan kunlar o'sha Xo'ja Maoz qabristoni tasvirida berilgan. Hayron qolasiz, qayerdan? Men ishonchim komilki, faraz qilamanki, Jujar dem bo'ladimi, Joyce bo'ladimi, Xo'ja Maoz qabristonini o'qisa, og'zi ochilib qolar edi. Qodiriydan o'rganishga kelardi. Yozish qanaqa bo'lishini. Ilhomjon aka, Xo'ja Maoz, men sizga havosim kelib ketyapti. Eng go'zal joylari qanaqa chiqqan ekan. Bugundan menga bir domla tom berasiz, ingliz tilini o'qiyman. O'tgan kunlarda ingliz tilida o'qish uchun ham ingliz tilini o'rgansak arziydi. 19-yil dekabrda bo'lsa kerak, shu yerda prezident taqdimotiga keldilar shu binoni. Xondamir bormidingiz? Nima dedilar? Ertaga uchrashuv bo'ldi, tugayotganda aytdilarki, ertaga Navoiyga ketyapman. 600 million dollarlik korxona ishga tushadi. Lekin dedilar, xalq uchun 600 million dollarlik korxonadan bitta Qodiriyni qadri kuchliroq dedilar. Mana o'tgan kunlar qadri 600 million dollarlik korxonadan ahamiyatliroq. Bu tarjimani ahamiyatini har qancha gapirsak bo'ladi. Domlamiz, rahbarimiz, universitet rahbari Ilhomjon aka shuni tarjima qilib 24 mingta boshqa tildan o'zbek tiliga tarjima qilish alohida muammo. O'zbek adabiyotini asarlarini xorij tillariga tarjima qilish yana ham og'ir muammo. Jahon tillari universiteti talabalari, domlalari, professorlari mana shu ishga bosh qo'shsalar, faolroq bo'lsalar, rahbarimiz namuna ko'rsatib turibdilar. Xudo xolasa bu yog'i ham yaxshi bo'ladi. Muborak bo'lsin. O'zbekiston nashriyatiga rahmat. Qodiriy ketma-ket chiqadi. Har yili bir nechta nashr chiqadi. Yaqinda katta tanlangan asarlari chiqdi. Qo'lingizdan qo'yingiz kelmaydi. Qo'lingizdan qo'yingiz kelmaydi. Hozir qulog'imga chalindi, ishtirokchilarga men bu kitoblardan O'zbekiston nashriyati sovg'a qiladi deb eshitdim. Rostmi, yolg'onmi? Chiqmayapti. Men nazarimda bu Markaziy bankka ham bir xat tayyorlash kerak edi. O'tgan kunlar qo'shtirnoq ichida 100 yil degan medal chiqarish kerak. Bu juda ham katta gap. O'tgan kunlar 100 yil. Buni o'zi dizaynni o'zlari biladi. Endi o'tgan kunlar haqida ketganda endi Qodiriyda bir zot o'zbek xalqiga shu boshiga qo'ngan toj ekan. Afsuski oxiri u bo'ldi, lekin shundaga qaramasdan ham 3 ta buyuk romanni qoldirdi. Mana hayron bo'lishlari mumkin, nega 3 ta deb. Men nazarimda, men fikr kerak desa keyinchalik isbotlanaman. U Obid Ketmon ham roman asli. Shuning uchun Qodiriy domla bizga 3 ta buyuk roman qoldirgan degan fikrda olg'a surishimiz kerak. Endi mana tarjimalar haqida ketyapti. Bu men yaqinda qirg'iz tilidagisini ham tarjima shu Abdulla Qodiriy uy muzeyida bo'lib taqdimot. Men juda kam ekan oldim. Va ishonasizmi, qirg'iz tilini juda yaxshi bilar ekanman. Yo o'tgan kunlar bilan tanishligim yoki tarjima shu o'zimizning tilda ya xuddi keyin hazillashib yurdim. O'tgan kunlarni endi men o'zbek tilida emas, qirg'iz tilida o'qiyman. Shu holat. Endi boyagi mana boshlovchimiz Azimboy o'qildilar, masalan, uni bu musulmon quli haqida. O'sha Cho'ltoq supurgi degan joyda Abdulla Qodiriy mutafakkir bo'lgan, buyuk mutafakkir bo'lgan. Abdulla Qodiriyni o'qiganda hayron qolasiz. Qanday bu mo'jiza, bu mo'jiza. Abdulla Qodiriy mana yozuvchilar, ko'p yozuvchilarni ko'rdik. Abdulla Qodiriyga teng yozuvchi hali o'tmadi o'zbek tuprog'ida. Masalan, mana musulmon quli haqida Cho'ltoq supurgi dedi, to'g'ri gap, haqiqatan.
Lekin shu joyda Abdulla Qodiriy mana shunday bir izoh beradilar. Shu boyagi Otabekka aytadiki, ana endi o'zing bo'yningda aybing. Jallod deb chaqiradilar. Dov yuraging bor ekan yigit. Buyog'i endi bu gunohing bo'yningda deydi, jallod chaqiradi. Shunda izoh berilyapti. Musulmon qulning o'zi ham favqulodda yurakli edi. 1850 milodiy tarixda musulmon qul qo'qonliklarga asir tushib, qiyin o'qiyman, ana uni o'qiyapman-da. Asir tushib, uni to'pdan otish uchun dordek bir narsaning ustiga o'tirg'izalar. Ikkinchi tomondan to'pga o't otish kutiladir. Shu payt kishilar musulmon quldan so'raydilar. Endi qalaysan cho'loq? Musulmon qul kulibgina, e'tibor bering. Kulibgina javob beradir. Alhamdulillah. Hali ham sizlardan yuqoriroq bir yerda o'tiribman deydi. Dahshatga qarang. Biz musulmon qulni ko'rdik, u bir salbiy odam, Otabekni lekin Qodiriy aytayapti, odamni faqat bitta tarafdan ko'rsatma. Odam juda murakkab narsa. U shunchalik u bo'lgan bilan u buyuk odam edi. Tasavvur qiling, 1 minutdan keyin o'tirib yo'q bo'lib ketadi. Kulibgina halam sizlardan yuqori o'tiribman dedi. Bu buyuk odam degan. Mana sizga Qodiriyning kuchi. Endi xuddi shu ingliz tilida tashab ketilgan tafsir. Men hozir qaradim. Yo'q. Shu joy yo'q. Va qirg'iz tilidagi tarjimada ham yo'q. Rus tilidagi tarjima birinchi nashrda yo'q, ikkinchi nashrda bor. Yo'q. Ko'rdim, men hozir jiddiy qarab chiqdim. Musulmon qul degan bor. Ingliz tilini ozgina qatalab o'qiymiz. Endi shuni endi men taklifimni aytdim. Endi ana bu undan keyin hozir fikrimni yo'qotdim. Musulmon qilmasa, undan keyin o'sha Xurshid juda zo'r aytdi. Xurshid do'stim barvarimiz biza. Xurshid juda zo'r aytdi. Haqiqatan ham asarning kulminatsiyasi Xo'ja Maoz ana o'sha. Assalomu alaykum, muhtaram azizlar. Assalomu alaykum. Mana shu Mehrobjon Chayon kitoblarini o'tgan kunlar tarjimalarini yuzaga chiqargan nashriyot ahli, muhtaram Ilhom aka va siz jamoangiz haqiqatan ham bugun nafaqat nashriyot uchun, nafaqat tarjimon uchun, balki mana shu zalga yig'ilgan barcha Abdulla Qodiriy ijodiga muxlislari uchun bayram deb o'ylayman. O'zi Qodiriy aytgan, o'tgan kunlarda 5 marta o'qish kerak degan. Shunda siz tarixni, turmushni, odobni, tilni va siyosatni bilasiz degan. Abdulla Qodiriyning kitobini bugun o'zbeklar orasida meni bitta talabam 17 marta o'qiganman dedi. Katta ulamolardan biri Alovuddin Mansur har yili 1 marta o'qiyman degan. Xudo rahmat. Va Qur'oni Karimning tarjimasida tilni men o'tgan kunlardan o'rganganman degan. U inson oliy o'quv yurtlarida, filologiya fakultetlarida o'qigan emas. Shuning uchun o'tgan kunlar bu nihoyatda go'zal asar, Mehrobjon Chayon nihoyatda go'zal asar. Birinchi bo'lib Turkiya xalqlar orasida 1929-yilda o'tgan kunlarda Ozarbayjonlar o'qidi. 1968-yilda Yevropa ahli orasida o'ris tili orqali nemislar o'qidi. Toshkentlik oshiqlar degan. Haqiqatdan bu kitobni o'qigan dunyo odobni, axloqni, bizning turmush tarzimizni hamma narsani o'rganadi. O'z vaqtida James Joyce'ning Ulis asari yozilgan payti uning mutaxassislari odatda o'zining millatini, o'zining adabiyotini osmonga ko'tarishni yaxshi ko'radi. Dunyoning har qanday muallifi, har qanday millati aytishgan, dunyo kitobxonlari ikkiga bo'lindi. Ulisni o'qiganlar va o'qimaganlar degan. Bitta gapni aytib beraman. Garchi oradan 100 yil o'tgan bo'lsa ham, Xudo xolasa o'tgan kunlar Mehrobjon Chayon Qodiriy ijodi dunyoning juda ko'p tillariga tarjima qilinadi
ingliz tili orqali dunyoga tarqaladi va dunyo kitobxonlari o'tgan kunlarda o'qiganlar va o'qimaganlarga ham albatta ajraladi. Endi yana bitta gapni o'ylab keldim. Bu oqqan daryo oqadi degan. Bugungi tadbir munosabati bilan adabiy sulola degan bir tushuncha paydo bo'ldi menda. Chunki Abdulla Qodiriyning o'g'li Habibullah Qodiriy, Mas'ud Qodiriy bular ham yozuvchi bo'lgan. Habibullah akaning o'g'li Sherkon aka, Xondavir aka bular ham ijodkor odamlar. Mana Sherkon akaning meni qo'limda kitobi Qodiriydan qolgan xazinalar degan kitobi. Bundan tashqari 37-xonadon, Dolvar yigit degan kitoblari bor. Abdulla Qodiriy, Habibullah Qodiriy, Sherkon Xondamir Qodiriy va muhtaram azizlar, meni qo'limda mana Sherkon akaning o'g'lining kitobi, Samariddin Qodiriyning kitobi. Mehr degan kitobi. Oqqan daryo oqadi. Mana shu yerda Qodiriyning ijod maktabida ta'lim oladi, bu yil bitirar ekan. Men bu kitobni o'qib, Xudo xolasa Abdulla Qodiriyning sulolasiga, bobolariga mos bir avlodlar bo'ladi deb o'yladim va kelajakda Xondavir akaning kitoblari, Habibullah akaning kitoblari, Sherkon akaniki, Samariddinning kitoblari ham albatta shu dunyoning turli tillariga tarjima bo'ladi deb o'yladim. Muhtaram bugungi anjuman hammaga muborak bo'lsin. Bilmam kim bo'lardim bo'lmasangiz siz. Ko'zimning qarog'i aziz ustozim, hayotda qoldira olarmidim iz. Yangrarmidi mag'rur o'ktam ovozim. Umrim yo'llarida bo'ldingiz sarbon, oqillik ilmidan berdingiz saboq. Misli bahor yangliq tanga berib jon, quyoshday nur sochib ochdingiz quchoq. Hayot imtihondir, yo'qdir e'tiroz, yetmay qolar goho sabr va bardosh. Eng yaqin do'stlar ham bermasa ovoz, yonimda turasiz bo'lib yelkadosh. Gajakdor so'zlarga qilmaysiz toqat, soddalik siz uchun yechilmas libos. Shogird kamolidir oliy mukofot, dil-dildan quvonish faqat sizga xos. Otamday ulug'siz aziz ustozim, ilmingiz qalbimda yoqilgan mayoq. Qilurman-ku sizga to abad ta'zim, ismingiz dilimdan o'chmagay har choq. Aziz ustozlar, shunchalik nashriyotni hurmat qilib kelganingizga tashakkur etaman. Bugungi anjumanimizda Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon romanlarining boshqa tillarga, dunyo tillariga tarjima qilinganligi haqida chiroyli anjuman bo'lib o'tdi. Bizga shu narsa qiziqki, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani birinchi jurnal nusxasida chop etilgan, keyinchalik asar qoluvida jamlangan. Bugungi kundagi O'tgan kunlar romani qo'limizda asliyatga qanchalik yaqin qochgan shu haqda. Jurnalning 1923-yildagi Inqilob jurnalining 1923-yildagi sonida O'tgan kunlar romani bosilgan, lekin to'liq bosilmagan. Uni bir qismi, birinchi bo'limidan bir qismi bosilgan. Shundan keyin jurnal nashri tugab qolgandan keyin, jurnalning nashr davomiyligi tugagandan keyin o'tgan kunlarda jurnalda bosishda imkoni bo'lmagan. Bu 1923-yildagi gap. Oradan 2 yil o'tgandan keyin 1925-yilda jurnalning birinchi bo'limi alohida kitob bo'lib nashr qilinadi. Undan keyin ikkinchi bo'limi 1925-yilda alohida kitob bo'lib bosiladi. Bu paytda Abdulla Qodiriy Moskvada o'qiyotgan bo'ladi. Moskvadan qaytib kelgandan keyin kitobning birinchi bo'limining imlosidan qoniqmaydida, u 1926-yilda yana qayta bosiladi. Xullas, 1925-26-yillarda O'tgan kunlar romani alohida muqovada 3 ta kitob shaklida nashr bo'lgan. Xondamir Qodiriy o'sha 1994-yilda nashrga tayyorlaganda mana shu 25-26-yildagi nusxalarga tayangan. Lekin O'tgan kunlar 1933-yilda yana lotin grafikasida, lotin alifbosida bosilgan. Lotin alifbosida ancha o'zgarishlar bor va ayni damda ancha qusurlar ham bor. Chunki bu yozuvni, lotin yozuvini Xudo rahmatli Abdulla Qodiriy yaxshi o'qiy olmagan. Shuning uchun uni qaytadan ko'rish, nazardan o'tkazish qiyin bo'lgan. O'tgan kunlarda 1923-yildagi nashr jurnaldagi
1925-26 yildagi alohida bo'lib chiqqan shakli va 1933-yildagi. Meni hayolimda bir gap yuradi. Shu uchalasini o'zaro taqqoslagan holda nashr etish kerak. Bittagina dalilni aytaman. Bu shundan iboratki, 1923-yildagi jurnal nusxasida ham, 1925-yildagi o'sha dastlabki Abdulla Qodiriy norizo bo'lgan nashrda ham bitta ism bor. Men odatda talabalarimga bu savolni beraman. Otabekning bobosining ismi kim bo'lgan? Hozirgi nashrlarda birortasida Otabekning bobosining ismi yo'q. Vaholanki Otabekning bobosi Musobek Erondan pul o'g'irlab kelib sotadigan turkmanlarning qo'lidan Hasan Alini 15 tilloga sotib olgan edi degan joyi bor. Ya'ni Otabekning bobosining ismi Musobek bo'lgan. U Musobek degan qarang payg'ambarlarning ismi, Yusufbek degan payg'ambarlarning ismi. Shu e'tibordan Abdulla Qodiriyning mana shu bittagina so'zini joyiga qo'yib qo'yish, jurnal variantiga qarab yoki 25-yildagi birinchi nusxasiga qarab turib joyiga qo'yib qo'yish, bu ham baribir romanning takomili uchun muhim bo'lgan fakt deb o'ylayman. Hozirgi kundagi nusxalari, hozirgi kunda e'lon bo'layotgan nusxalari umum mohiyati bilan romanning g'oyasini, romanning butun go'zalligini hammasini aks ettiradi.